Jondordan gapiramiz. Biz bugun Ushot mahallasi Hunarmandlar qishlog'idagi tandirchilar oilasi bilan tanishamiz. Ushot mahallasi Hunarmandlar qishlog'i bo'lib, bu yerda har bir xonadon albatta bir tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Ayniqsa tandirsozlik ota-bobolardan meros kasb bo'lib, dasturxondagi chiroyli nonlari shu tandirda yopiladi. Tandir yasash murakkab jarayon bo'lib, bir necha bosqichdan iborat ekan. Uzoq mehnat va sabr natijasida issiq nonlar yopiladigan tandirlar yasaladi. Avvalo to'g'ri tuproq tanlay bilish eng nozik sir asrori ekan. Tandirning pishiq va uzoq vaqt xizmat qilishi uchun uni yaxshilab pishitish va mehnat jarayonida uzoq sabr talab qilinar ekan. Tandirlarning hattoki saqlanish sir asrorlari ham bo'lib, mana bu soyada saqlangan tandirlar bir marta olov yoqilib, 2 marta non yopilar ekan. Birgina mana shu tandir orqali yiliga 150-200 million so'm sof daromad qilish mumkin ekan. Bu tandirning nomi bo'lsa biznes tandir deb nomlanar ekan. Tandirlarning ham turli xildagi vazifalari bo'lib, mana bu tandir somsa yopish uchun, bu tandirlarimiz bo'lsa non yopish uchun, mana bu tandirlar bo'lsa lavash va kulchalar yopish uchun mo'ljallangan ekan. Bizni kuzatishda davom eting. Jondordan gapiramiz Instagram profiliga obuna bo'ling.